3 qism. U tamoqqa tutqunimga qaramay ketaman deb chim turib oldi. Ilojsiz uni vokzalga olib qo'ydim. Yaxshi kutanmadim, ranjima. Dedim past ovozda. U hech nima demadi. Chiroyimga qaramadi. Xuddi eg'izini ochsalar yumrab yig'laydigandek bir eg'iz qo'shma denizdan o'riliblar ketib qoldi. Gerçi beşini götürüp iki qadamlar bilan ketyapsam, onun çandırmasdan ko'z yoshlarini surtayotganligini bayqab qoldi. U ketdi. Ko'zini yoshlagan peti, yuragiga liqqida alamni qochirgan peti ketib qoldi. Men bo'lsam, shuhratparastlik bilan vijdon orasida to'ng'irqab, ifodalab bo'lmas bir hissiyotlar ichida onun bargan siri yiroqlayotgan nazik jismiga qaragancha uni o'zitib qo'ydi. Shu kundan e'tiboran ikkimizning aloqasi uzildi. Balkim mendan bakla ranjigan bo'lsa kerak. Menga uchur qilish emas, do'stlar chembiriga yo'llagan mazmunlarimni inkas qaytirdi. Men xuddi mushuni xohlagandek un-tinsizlar uningdan yiroqlashdim. Shunda qilib bizning mavhum dunyodagi ko'pikdek bu muhabbatimiz mushunda jimida oyoqlashdi. 2 yildan keyin shahrimizda cho'nqitki rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan shu kuni uni qayta uchirib qo'yishimni zodila o'ylamagan ekanman. Shu kuni men bir necha do'stlarim bilan ko'rgazma zaliga kirib bir boshdan rasm ko'rayotdim. Uni ko'rib ko'zlarimga ishonmay qoldim. Bugungi Nuriman ayni vaqtdagi so'lg'in chiroy, turqi oddiy Nuriman emas edi. Oppoq ko'ngligi nozik dastiga to'lib yonishdi. Yelkasida yeyilib turgan qizg'uch qo'ng'ir chochlari yarashtirib qilgan girimlari, taqib olgan oddiy ammo nafis buzilmaklari uningga texmo laqabet qo'shgan. Tabassum jilvaynib turgan chehradan o'ziga bo'lgan ishonch va mag'rurlik chiqib turardi. O'ziga hanglitib qarab qolganini ko'rgan u asta qadamlar bilan oldinga keldi. "Tinchlikmi?" dedi u so'z kulimsirab. "Tinchlik, o'zingizdan," dedim namozni cheklashib. "Tinchlik, sizmi gapsiz-da?" "Ha, ko'ray deb shu." "Ha, siz-ku otayin shuncha yiroqdan ko'rgazmaga ketsiz." "Ha, menmu asar qatnashtirgan." "Nima? Siz qachondan beri rassom bo'lib qoldingiz?" "Men kichigimdan boshlab rasmga qiziqdim. Ham o'rgangan. 2 yildan beri mashq qilib, aranmishchilik saviyaga yetdim. Ko'rgazmaga yaramaydi desam, ustozim unimay." "Sizga rasmingiz qani?" Uning gaplarini anglab hayronligim oshdi. "Mana bu yoqda." Asta uningga ergashdim. U ko'rgazma rayonining markazidagi bir o'ringa kelib to'xtadi. "Mushu", dedi u bir parcha rasmni ko'rsatib. Uning chiroyiga lappida bir qarab etib, u ko'rsatgan rasmga nazarimni og'dirdim. Atrofi bukkida qarg'ayzorlik bilan to'lgan. Zumratdek suvlari mayin shamolda yenik chayqalayotgan kichikroq bir ko'l. Qarg'ayzorlikning keynida usti oppoq qarlar bilan qoplangan hayvatli tog'lar. Top oq bulutlar laylab turgan ko'p-ko'k osmon. Suda erkin o'zib o'ynayotgan bir jup oqqu. Ko'lning girvaklarida o'sib qolgan yovi o't cho'plardan tortib, suda laylab qolgan yo'pirmoq. Hattoki beli jallag'icha shunchalik ustuliq bilan chizilganki, ko'rayotganim foto apparati tartilgan suratmi yoki uning qo'lidan chiqqan moy bo'yoq rasmmidu? Ishonmagandek rasm yuzini siylab boqatdim. Har bir inchga halqillargacha sinchilab qarab ketatdim. Qarg'an sir maftun bo'lib, rasmdan ko'zimni uzolmay qoldim. "Buni rostila siz sizdingizmi? Nima, ishonmamsiz?"
Deymina əmdi, burun rəsimsiz alaydiganlığınızı faqatla deb baxmagan ediniz. Yana nimalarni deyishatdikin, egiz boyluq, 30 yoshlar chamisidagi puzur kiyingan, qamlashgan bir yigit yenimizga kelib parimizni bo'ldi. Tamoq vaqti bo'lib qopdi, chiqib g'izalni kiramdiq, dedi u yigit Nurimonga qarab. Bo'ladi, dedi Nurimonmu menga bir qarab etdi. Yigitning Nurimonga qaragandagi mehrli ko'zlaridan ichimda yongan rashk o'tining yuragimni pechida kuydirib, achchiq bir hislarning qalbimni qamollab o'tganini quva his qildim. Bu qanday hissiyatdir? Nimishqa yigitni ko'rib beoram bo'laman. Biz tamoq yeb kiraylik. Siz aldirmay ko'rib huzurlanib turasiz amisa, dedi Nurimon menga qarab sal-pal qizarganicha past ovozda. Bo'ladi, dedim menmo ilojsiz. U asta qadam bilan yigitga aytishib sirtqa mangdi. Men u ketgan tarafdan ko'z uzmasdan qarab turdim. Nimishqadir uning ashi yigit bilan birga chiqib ketayotganiga hasad qilyaptim. Ular azroq menishiga sirtdan aldirab kirib kelgan akam bilan to'qirishib qoldi. Bir necha egiz paranglashgandan keyin akam soatiga bir qarab qo'yib, keyniga yenib, ular bilan sirtqa qarab mangdi. Texmo hayron bo'ldim. Akam viloyatga qachon kelgandi? U Nurimon bilan qanday tanishadigandu? Akamni menga o'xshash kichigidan go'zal san'atga qiziqadi. Lekin oliy maktabga imtihon beradiganida men Xinjiang Moliya maktabini tanladim. Akam bo'lsa Xinjiang universitetining go'zal san'at kasbini tanlagan edi. U o'z orzusi bo'yicha rassom bo'ldi. Ham nimishqadir Nurimon tug'ilib o'sgan ashu chet nahiyadagi bir o'rta maktabda go'zal san'at o'qituvchisi bo'lib qolib qoldi. Uning taqdiri mendan qamlashgan. Kasbdimi belgilik natija qozongan yigit bo'lishiga qaramay, hozirgacha o'ylanmay, yashinib qolgan ota-onamni g'am qoldirib yuribdi. Bugun u bu yerga keldiganligini menga demagan edi. Uchaylan qizg'in paranglar bilan chiqib ketayotganida akamni chaqirishni beat his qilib, asta qadamlar bilan ularning keynidan chiqdim. Yeliqi Selat Vosbekzoda quyosh nurida valoldab turadigan esil bir mashinaning yoniga keldi. Ondan eshikni ochib, u ikkalanni qora rangli tulparga selib, nalaygidir yurib ketishdi. Shu oqshimi uyon o'rilib, buyon o'rilib, faqat uxlayolmadim. Nurimonning gulgin chiroyi helidan heliga ko'z oldimda zohir bo'lib, meni allaqachon o'tmishga aylangan go'zal xiyollarga so'rimakda edi. Seni suyman gülüm, mangu suyman. Mangu demang, bu eng shirin yolg'onsiz. Hozirgi jamiyatda mangu emas, 10 yil bir-birini suyib o'talaydiganlar nihoyat az. Mana u degandek, men uni mangu emas, bir yilmi tuzuk suyamagan edim. Va'damga vafo qilamagan edim. Keyin men chiroy qo'g'lishib, go'zallar bilan aralashib boqqanmi bo'ldim. Ammo ular hozir asosan yigitlarning yonchuqiga, haydab olgan esil mashinasiga qarab muomala qiladi. Har bir bayramda sovg'a talab qilishlari, 3-4 kunda bir o'yin tomosha so'rovlarga chaqirib turib olishlari cho'tag'i. Ya menga yaxshi qizlar uchirmayyotamdi, yoki mening bu ko'zlarim yaxshilarni farq etolmayyotamdi, va yoki talabim bek yuqurimi, hech bilmaydim. Ishqilib, uchirg'anli qizlardan asal rayim yenib qoladi. Vaqt o'tgancha muhabbatlashishdan umidimni uzib o'tgan edim. Bugun Nurimon bilan uchrashib, xeylidan beri tep-tinish ko'l suydek bir xil o'tayotgan ko'nglimga tuyuqsiz tash tushgandek, qalb sirimni kimdir biri malaman qilib o'tgandek bir tuyg'uda bearam bo'lib, uxlayolmay yotardim. 2 yil ichidagi o'zgarish nima degan zo'r ha? U ayni vaqtdagidan bahli chiroyli bo'lib ketibdi. Rassomlik mahoratimi qaltis ekan. Qizlar kuchlansa,
Özüge bo'lgan ishonchisi yuqorilab, teg'imi jo'shqin, teg'imi salopatlik bo'lib ketadi ekan. Uning beshini tik tutib, yengil qadamlar bilan yurishlari, gap qilgandagi yaqinlik holati naqadar latofatli. Acaba nima qildi? O Nurimanning hozirgi oshiqimidi? Qiynalib, oxiri bo'lolmay uning uchrayapti. Uxladingizmi? Yaxshi. Qaytib ketdingizmi yoki? Ya, biz hozir Bo'ston nahiyasidagi sayohat o'rnidan shaharga qaytamiz. Biz yana kim bor? Ustozim bilan direktorim. Ha, ustozimiz kim? Yadikar muallim. Yadikar? Ha, benim ustozim shu. Nima? Onu tanımsiz? Ha, yo'q. Ha, tanıyman. Dedim taqib so'zlar. O'z gapimni o'zim inkor qildim. Texmi hayron bo'ldim. Akam qachonlardan beri uning ustoz bo'lib qoldigini. Lekin ha degandala bu ishni uningdan so'rashni muvaffaq ko'rmadim. Shunga tezla gapni qurdim. Ada bir vaqt tamoqni birga yugidek vaqtingiz bormidi? Bo'lmasmikin? Bardigan yeri boshqa joylar bor. Tushda nayiga qaytamiz. Ajab, biz deb ketdingizmi? O sizning ustozingizmi yoki? Dedim men ta'addi bilan uning har bir o'zi so'zida ularni qo'shib tilga elishidan bezor bo'ldim. Nima demoqchisiz? Hech nima. Yana nima deyayaptim? Onu bir ko'ribli yaratmaganda qilib voz kechgan o'zim ko'rsam. Albatta, uning boshqalar bilan baxtini tepishi normal ishqim. Endi bo'lganda yana nimishqa bu ishga chidamaslik qilaman. Biroq uning baxti akamning yoki boshliqimi? Bu menga to'g'ri qarang'i edi. Lekin jazm qila olamanki, har ikkisila shu topda uningga ko'ylak edi. O sizin hozirda yurganingizmi? O'zimning kimni ko'zib tutayotganligimni ham uningdan nimishqa bundoq so'raydiganligimni o'zim bilmayman. Uchurni yo'llab bo'libla bir xil bearamchilik va xijilchilik qilib. Bilamsiz yolqon, deb uchur yozdi u xeylidan keyin. Ayni vaqtda siz menga chaqchaqning o'rnida uchur yezib yurgan chaqlarda men garchi gaplaringizga ishonmasammi, sizni bir mard o'g'il bola, mendagi oq ko'ngil, samimiy, esil yigit deb sizni chin dilimdan hurmatladim va suyishga arziydi deb qaradim. Lekin keyincha men sizning uchurda aytganingizdek meni haqiqiy so'ymaydiganligingizni his qilib yetdim. Chunki siz mening rasmimni maqtaydingiz. Güzülüm, olmuqum deydiniz. Ama onundan başqa qiziqishim, kasbim, hatta kayfiyatim bilanmi karınız yo'q edi. Sizga shunchalik astoydillik bilan gap qilsammi, chaqchaqqa aylantirib etdingiz. Biror masalaga duch kelib, maslahat so'rasam, qiziqchilik qilib, temini yo'tkib etdingiz. Tug'ilgan kunimda avatgan bir dasta gulingiz, sizni so'yiman deyishlaringiz meni bakli hayajonlantirgan. Hatta yürükümni butunlay asir qilib olgan edi. Men ashu gulni har kuni ishga menishdan burun bir qitim, ishdan kelib bir qitim quchoqlaydim, puraydim. U go'yo men uchun sizning haroratli bag'ringiz edi. Har qitim yumib quchoqlaganimda ko'z yoshlarim attirgun bargilariga shabnam bo'lib tomchiydi. Turibla men sizning muhabbatingizdan gumon qilib qoldim. Sababi tug'ilgan kunimda Aşıqlar bayramında, ayollar bayramında siz anchiki bahonalarni ko'rsatib, kelishingizga rad qilishimni asalla qabul qildingiz. Asalla kelishdan yoldaydingiz. Menimcha, aşıq yigit o'zi sevgan mashqasi uchun hech qanday to'salg'uga baxmaydi. Olim shumul bahonalarmi uni yar uchun bosgan qadamidan to'solmaydi. Lekin siz qanday qildingiz? Sizning maqtashlaringizni anglagan siri sizni qalbimga emas, detalda güzellashtirilgan rasmimga oshiqgan degan xayol qalbimda zo'rayishga boshladi. Vaqt uzarsa, meni teg'imi cho'nqur tushansa, meni haqiqiy suyib qolsa, oddiy chiroyimni ko'ribmi, mendan voz kechmas deb o'ylab,
vaqtni qasdan keyniga so'zdim. Ko'rishni rad qilib keldim. Asli planimda ko'rishga vaqt bor edi. Sizdagi men kutgan darajada menga oshiq bo'lmagan edingiz. Sirtqi qiyofatimga parvo qilmasdan meni sevgidek, meni ko'rib mendan voz kechmagidek darajaga bormagan edingiz. Biroq ciddiy xizmat tufayli shahrimizga berishni tutib qoldik. Men bu taraqqi debla siz bilan ko'rishga o'zimni maqtul keltirdim. Tarzimcha mushu ketimga uchrashish bizning kelgusimizni belgilaydi. Darvaqa ishlar ansirganimdek bo'ldi. Siz meni ko'rib ochiqlik ketdingiz. Tamoq ustida sizning tikanning ustida o'ltirgandek bearamchilikda o'ltirganingizni, mendan tezroq ayrilishga aldirayotganligingizni sezmagidek darajada do'tamas edim. Shu kunidagi turqum helimi esimda. Keçici oshqozinim og'rib uxlayolmay, yomon tezda ishga borsam, jiddiy xizmat bilan yurtingizga boradigan vazifa tushdi. Aldirashchilikda shu oddiy turqum bilan beribdiman. Darvaqa o'ylaganimdek, shu turqum ikkimizning munosabatiga yongan qizil chiroq bo'lib qoldi. Qaytgan shu kuni poyezdga chiqqandan tortib, toki yurtga kelguncha nurg'un ishlarni o'yladim. Nurg'un ishlarning tegiga yetdim. Hozirgi jamiyatda yigitlar qizlarning qalbini, bilim sabosini va axloqini oldingi o'lcham qilmaydi ekan. Ularga lozimi tashqi qiyofat ekan. Shunga qizlarmi bor kuchi bilan go'zallik qo'g'lishib, o'zini modaning quliga aylantirib oladi ekan. Kelgan kunning ertasidan boshlab qattiq irodaga keldim. Qilayotgan xizmatimni berilib ishladim. Hem boshliqlarimning muayyanlashtirishiga, e'tiborlashiga erishdim. Shundaqla ishdan sirtqi chaqlarda rasm chizishni qaytadan mashq qildim. Boshliqim qiziqishimni bayqab, meni o'zining yaqin do'sti bo'lgan rassom Yodikor muallimni menga ustoz qilib tanishtirib qo'ydi. Men ustozimning yetakchiligida berilib o'rganib, saviyamni texmi yuqori ko'tardim. Әмді байықы суалыңызға келсек, әр ішкісінің маңа баққан атеш көзлерідін, мәнілік кәп сөзлерідін оланың қалбедікіні сезіп тұрватымын. Ikkelisi yakın dostlardan. Birisi mening boshliqim, birisi bo'lsa mening ustozim. Men shu topda ig'ir tanqislik ichida yashayapman. Ularga bo'lgan hurmat va minnatdorlik hissiyoti har qanday muhabbatdan ustun o'rinda turdi deb qarayman. Biroq yanada chin yuragimdagi gapni qilsam, mening amdi Yodikorni muallim deb atag'im yo'q. Ismini Udulla bevosita tatliq muhabbat bilan atsam deyman. Onun sevgisidan huzurlansam, onimi, o'zimni baxtli qilsam deyman. Qurman do'stlar, suratdagi qiz nomli hikoya mushu yerda oxirlashdi. Esonlarda bo'lsin, qo'llash sizlardan, tirishish bizdan. Ham baharlab qo'yishni, sizlarning qo'llashinglar bizning taraqqiyotimiz.